Dünya Müslüman Olimlar İttifaqı baş katibi Ali Qaradag'i Xitoy zulmiga uchrayotgan Sharqi Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarga diniy, ijtimoiy va siyosiy huquqlarning berilishini talab qilganligini bildirdi. İstanbulda Dünya Müslüman Olimlar İttifaqı, Falastin Olimlar Heyeti, Sharqi Turkiston Ulamolar birligi va Sunniy olimlar jamiyati birlikda Uyg'urlar uchun hamkorlik yig'ini o'tkazdi. Xitoy hukumati bilan Uyg'ur xalqining haq-huquqlarini qo'g'dilishi tarafdori bo'lgan Turkiya, Malayziya va qatorliq davlatlar bilan ko'rishganligini tilga olgan Qaradag'i, talablaringlarni sizlar hurmatlaydigan davlatlarning siyosiyonlariga yetkazamiz. Undan keyin hammamiz bu talablarni Xitoyga yetkazish uchun tirishimiz dedi. Türkiye Diyarbakırlıq Doğan Erdoğan, Sharqi Turkistonga qiynatchi Tursunjon Ahmed bilan yengisi Nazila Tursun haqida guvohlik berdi. Sharqi Turkiston agentligining xabar qilishicha, Doğan Erdoğan qiynatchi Uyg'ur yozuvchisi Tursunjon Ahmed va qizi Nazila Tursunning 15 oy burun G'ulji shahridagi uyidan tutib ketilganligini va shuningdek buyon izdirgini qila olmaganligini bildirdi. U berish uchun Xitoy konsulligiga viza iltimos qilgandan davomli rad qilinganligini, hatto bermaydiganlik haqida tahdid solganligini aytdi. Sharqi Turkistonga burun berib kelganligini, lekin hozir cheklanganligini, 15 oydan buyon ayoli va 2,5 yoshli qizi bilan yuz ko'risholmaganligini, qiynatchi bilan yengisining bo'lsa jazo lagerida ekanligini aytdi. Xitoy hukumatining oilasini nohaq tutqun qilganligini aytgan Erdo'g'an xalqaro jamiyatdan yordam talab qildi. Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qilayotgan kishilik huquq tajovuzchiliklariga qarshi Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmdagi Xitoy elchixonasi oldida namoyish o'tkazildi. Uyg'urlarga qilinayotgan irqiy qirg'inchilikning to'xtatilishini talab qilgan lozunka va plakatlarni ko'tarib olgan namoyishchilar Xitoy mollarini boykot qilayli, Xitoy zulmiga xotim berilsin degan shiorlarni to'ldi. Shvetsiya Islom jamiyatining raisi Tahir Akan Xitoydan yig'ilish lagerlarini taqashni talab qilish bilan birga taxminan 3 million Uyg'urning yig'ilish lagerlarida zulmga va qiyinchilikqa uchrayotganligini bildirdi. Shuning bilan birga Xitoy zulmiga uchrayotgan Uyg'urlarni qo'llash va zulmga diqqat tortish maqsadida Anqaraning Qizilay maydonida namoyish o'tkazildi. Mustaqil parlament a'zosi O'zturk Yilmaz qatnashdi. Faoliyatga Uyg'ur oilalari ishtirok qildi. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen shanba kuni o'tkazilgan saylovda o'z o'rnini saqlab qoldi. 8 milliondan ko'p ovozga erishgan Tsai Ing-wen Tayvanning tahdidlariga taslim bo'lmaydiganligini aytdi. Mustaqillik tarafdori bo'lgan Tsai Ing-wen 19 million ovozdan 8 million 169 mingni qo'lga keltirib, 2016-yili erishgan nisbatini 1% oshirdi. Tsai Ing-wen egilik huquqdan iborat bu tuvansizlikda ching turadiganligini va Xitoy bilan ig'vogar bo'lmagan bir shaklda muomalada bo'lishga tirishadiganligini bildirdi. O yana Xitoyning bir davlat ikki xil tuzum siyosatini rad qilib, demokratik Tayvanning tahdidlarga tiz bukmaydiganligini ta'kidladi. Eron poytaxti Tehronda etib tushirilgan aeroplanda hayotidan ayrilganlar uchun o'tkazilgan ta'ziya faoliyati hukumatga qarshi namoyishga aylandi. Tehrondagi Amir Temur universiteti oldida Eron etib tushirgan Ukraina yo'lchilar aeroplanida hayotidan ayrilganlar uchun o'tkazilgan faoliyatda kishilar hukumatga qarshi shiorlar to'ldi. Eron alohida qism soqchilari namoyishchilarga qattiq shaklda mudohil qildi. Yana bir tarafdan Eron prezidenti Hasan Rouhani Ukraina prezidenti Zelenskiydan Ukraina yo'lchilar aeroplanining savanlik etib tushirilganligi uchun kechirim so'radi.